Uyg'ur chalg'usi, tambur, chekma muzikalar turidagi chalg'u bo'lib, buning umum uzunligi 1 metr 42 santimetr o'pchirishda bo'ldi. Bu asosliq üzüm yog'ichidan yasaladi. Buningga 5 tal po'lat sim silingan bo'lib, oldidagi 2 tal sim kichik xatli guruhdagi la ovozga, o'ttirdagi 1 tal sim kichik xatli birinchi guruhdagi rey ovozga, keyindagi 2 tal sim kichik xatli guruhdagi so ovozga soziladi. Buni o'rinlashda o'ng qo'limizning begiz barmog'imizga simtir, ya'ni naxunni bekitish orqali chalamiz. Jipning ostidan o'tkazib, tirnoqning orlig'iga kirgizib o'tamiz. Mana bu shaklda bo'ldi. Mana bu shaklga kelgandan keyin buni çekip, eğip çalımız.